Shodiyor aka, qurilishda ishlatiladigan an'anaviy smeta va BIQning farqlari nimada? Tushunarli. Birinchisi bu aniqlik, ikkinchisi bu shaffoflik, uchinchisi qurilishdagi sarf xarajatlarni monitoringi. Shaffoflik deganda nimani nazarda tutdingiz? Aslida barcha quruvchilar prochi zatratlarni bu meni foydam deb atashadi. Lekin aslida unday emas. BIQda esa quruvchining foydasi va quruvchining qurilishga sarflagan boshqa xarajatlari alohida ko'rsatiladi. Aniqlik deganda nimani nazarda tutdingiz? Siz va biz bilgan an'anaviy smeta bu rekomendatsion xarakterga ega. Ya'ni bozordagi aniq qiymatni ko'rsatmaydi. BIQda esa narxlar joriy qiymatlarda belgilanadi. Monitoring deganda nimani nazarda tutdingiz? Monitoring deganda quruvchi qurilishning istalgan bosqichida qurilishga ketayotgan sarf xarajatlar va foydani tekshirib borish imkoniyatiga ega bo'ladi. BIQ dedingiz. BIQ aslida nima? BIQ bu rivojlangan mamlakatlarda qurilish qiymatini aniqlash metodi.